Qamashi tumaniga qarashli Langarota qishlog'ida bir mo'jazgina maqbara o'zining o'ta qadimiyligi hamda yuksak san'at obidaligi, qolaversa tabarruk bir maskanligi bilan kishi e'tiborini o'ziga tortadi. Ushbu maqbara 15-asrning oxirlari, 16-asrning o'rtalarida Shayx Abul Hasan ibn Ilyos hazratlari tomonidan qurdirilgan. Maqbara baland peshtoq, gumbazli bino bo'lib, umumiy sahni 140 kvadrat metrni, balandligi esa 12,5 metrni tashkil etadi. Maqbaraning cho'rtoqlik xonasi katta gumbaz bilan yopilgan. Maqbaraning old tomoni silliqlangan g'ishtlar bilan qoplangan bo'lib, gumbaz tayanchiqlari baldoq va mavjlar bilan bezatilgan. Maqbara ichida bir necha qabr toshlari bo'lib, ulardan biri Shayx Abul Hasan ibn Ilyosga tegishli. Mana bu qabr toshida esa Shayx Abul Hasanning o'g'li Ishqiya ta'limatining namoyandasi Shayx Muhammad Sodiq hazratlarining nomi bitilgan. Mana bu qabr esa Shayx Abdul Hasanning nabirasi Hasan Shayxga tegishli. Ushbu maqbaralarning oyoq uchi tomonda Amir sallallohu jallohat, ya'ni Yaman podshosi Sodiq ibn Shoh Bahodir dafn qilingan. Kiraverishda esa Amir Muhammad Mirzo Muhammadbek Quvayti deb yozilgan qabr toshi, uning atrofida esa xuddi shunga o'xshash bir necha qabr toshlari bo'lib, ularga sangtarosh ustalar tomonidan mohirona ishlov berilgan. Tarixiy manbalarda ta'kidlanishicha, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda 25 ta payg'ambarlarning xislati mujassam ekan. Ana shu mujassamlikning 95% Ishqiya ta'limatining yallabardorlari haqqa yetishgan shaxs Shayx Muhammad Sodiq hazratlariga nasib etilgan. Shu sababdan ham maqbara tepasiga o'rnatilgan tug'dagi qubbalar soni 4 ta bo'lib, ulamolarning ta'kidlashicha, bu ilmiy darajani, shaxs mavqeini belgilovchi ramziy unvon vazifasini bildirar ekan. 4 ta qubbadan iborat bunday tug' musulmon dunyosida 2 ta bo'lib, biri Hazrati Langarota maqbarasida, ikkinchisi esa Turkiyadagi Mavlona Jaloliddin Rumiy hazratlari makon topgan maqbarada ekan. Maqbara yonida 1516-yilda Shayx Muhammad Sodiq boshchiligida qurilgan Hazrati Langarota jome masjidi kishi e'tiborini o'ziga jalb etadi. Masjidning balandligi 9 metr bo'lib, 19 ta ustundan tashkil topgan ustunlar esa tosh supachalarga o'rnatilgan. Ichki bezaklari esa o'zining nafisligi, serjiloligi bilan ajdodlarimizning boy ma'naviyatini isbot etuvchi daliliy ashyo sifatida moziy sirlarini so'zlayotgandek fan, texnika rivojlanayotgan bir paytda noyob san'at asarlarini yaratgan insonlarning tib farosati qanchalik yuksak bo'lganligiga amin bo'ladi kishi. Mayorika uslubda ishlangan mana bu naqshlarga sinchiklab nazar solsangiz, matematik va geometrik aniqlikni, kimyoviy tiniqlikni ko'rasiz. Tasvirlar qanchalik sizdan uzoqlashar ekan, doiralar ichidan ko'plab doiralar hosil bo'lishini, bir-biriga uyg'unlashgan ranglarning turli xil shakllar hosil bo'lishini ko'rasiz. Naqsh o'rtasidagi mana bu o'yib olingan joylarda qimmatbaho marvarid toshlar bo'lgan. Bu toshlar masjid ichidagi yorug'likni ta'minlagan. Ushbu manzilni uzoq bir joydan kuzatar ekansiz, baland tog'lar etagida inson qo'li bilan yaratilgandek bir tepalikda bunyod etilgan. Bunday obida qabriston uchun mo'ljallab qurilganmi yoki boshqa bir jihatdan ham bormi? Tog'lar yer qatlamining yuksak qismi bo'lish bilan birgalikda o'z bag'ridan daryolarni kashf etadi. Daryolar esa cho'li biyobonlarni obi hayot bilan ta'minlaydi. Xuddi shuningdek Langarota qadamjasida mangu orom olayotgan buyuk ajdodlarimiz ham xalqimizni toza buloq suvidek ilm va ma'rifat bilan nurlantirgan bo'lsalar ajabmas.